Bu dunyoda hech kimni yo'qotishdan qo'rqma. Prям hech kimni. Bitta ota-onangni yo'qotishdan qo'rq, vaqtida qadriga yet, ular g'animat. Lekin bunga ham tayyor tur. Chunki Azroil kelgan payt sen bilan maslahat qilmaydi, shu bugun olib ketmoqchi edim demaydi hech qachon. Shuning uchun bunga ham tayyor tur, qolganlarni yo'qotishdan qo'rqma. Odamlar keladi, ketadi. Hayot shunaqa. Nima deysiz endi? Bu hayot bizning yoshligimizda eshitgan ertaklarimiz emas ekan. Hammasi yaxshilik bilan tugaydi, hammasi cho'tki bo'lib ketadi, bu yog'i chiki-puki yo'q. Uzr kechirasiz. Bu hayot qiyinchiliklar bo'ladi va bunga biz tayyor turishimiz kerak. Chunki biz sinovga kelganmiz. Xuddi shunaqa. Agar bu yil ekzamen topshirib qaysidir institutga kira olmagan bo'lsangiz, keyingi yil cho'tkisiga topshirib kirib ketish imkoniyatiga egasiz. Yoki bu yil ishlaringiz o'xshamayotgan bo'lsa, keyingi yil hamma ishlaringizni to'g'rilab olasiz. Lekin hayot bir marta beriladi va bu sinov. Buni javobini ham bir marta beramiz. Ikkinchi hayot bizga beriladi.